Plitkani ustidan 3 xil. Manaqa. Meniki endi issiqsandan choy. Ha, tutun ko'ryaptimi? Kerak yo'q. Bo'lmadi garchi. Bo'lmaydi. Assalomu alaykum jigarlar. Yaxshimisizlar? Charchamaysizlarmi? Bitta lifehack. Pletishniklarga. Bitta videoda ko'rib qoldim, o'shani endi попробовать qilayman ham demoqchiman. Oddiy plitka, kusok plitka kerak emas plitka, просто для попробовать qilish uchun. Oddiy plitkani oldim yoki liba uy sharoitida mix yoki samarez bo'ladi-yu, o'shadan 3 xil narsa bo'lishi kerak. Tavlarni qo'yasizlar, 2-3 marta o'tib olasizlar, plitkani ustidan 3 xil. Manaqa. Meniki endi issiqsandan anaqa. Plitkaniki o'tib olasizlarda и oddiy ana qaynagan choy. Ha, tutun ko'ryaptimi? O'shan bilan bismillahirrohmanirrohim deb o'tamiz. Shuna qilib o'tdi-da bular. Hammasi tigiga tegsin. Ko'rdinglarmi? Keyin обычный либо anaqadan oldi, klinika. Либо titanoviy penadan anaqasi, очиститель. Oldida bismillahirrohmanirrohim deb o'tdi. Endi bu kamda bunda yo'q вообще. Nima bo'ladiki, penanikida bo'ldi. Еще bormi rezultat? Да? Или yana bir o'tish kerakmikan? Onqilab ketmasin shu. Har bilan tavakkal qilaverib. Что-то не получается, Макс. Sovuqlik yetmayapti-da, по-моему, biznikiga. Bilmayman nimaga bo'lyapti. Ya, soğuk. Bile. Короче, nasihatim qilmanglar, bo'lmaydigan narsa ekan. Ko'rib. Eksperiment qilaman deb. Qo'lda mana bunaqa qilib qilgan yaxshimi? Короче, oxirgi bitgan kerak yo'q. Bo'lmadi garchi. Bo'lmaydi. Не получилось? Не получилось? Да, блядь.